Voy, kimlarni ko'ryapman hozir? Boshqa yerda o'tib ketmam-ku. Ana bu yer. Aha. Yo, hammalarga salom, sizlar bilan men yana Sharon TV. Xo'sh, bugungi videoda qanday qilib men kechagi videomni ko'rganmidingiz? Ana u o'sha kechagi bir joydagan bir videoni sho'rdak. Aynan unda ikkinchi kanalimni hamkorlik qilgandim. Fast Pro kabilar, Shahriyol, Gamer va boshqalar. Sizlarga hamkorlik qilishni o'rgataman. Qani bo'lmasam ketdik. Men uchun bizlarga YouTube Studio kerak bo'ladi. Keyin esa YouTube Studiodan o'zimizning videoni tanlaymiz. Agar videongiz bilan kim bilandir hamkorlik qilgan bo'lsangiz yaxshi. Keyin mana bu yerda hamkorlik tizimi degan, ya'ni mana buni bosamiz. Mana o'zimizning kanal, yana hamkorlik qilishni chaqiramiz. Mana o'zimizning kanal. Xo'sh. Va mana bu tugmachani yoqamiz. Agar yoqmasak, havolani ishlamaydi. Keyin esa havola yaratishni bosamiz. Va havolani Telegram yoki boshqa yerlarga tashlab qo'ysak bo'ldi. Ana bo'ldi, men sizlarga o'rgatdim. Bo'pti, men sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Hamkorlik tizimi qilishni sizlarga ham o'rgatib bo'ldim. Salomat bo'ling.